Jigarlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bunaqa chiroyli kiyim olib, kostyumchi bilan kiyib olib, ham o'xshatib kuydirib sizlarni. Men ikkita mikrofon taqib olganiga o'ylayman. Xullas kiyaman-da, chiroyli bola bo'lgandan keyin kiyaman-da, xullas. Sizlarga narxiga arziydigan IQ Neo 11 telefonini China versiyada obzor qilamiz. Buni hali global versiyasi chiqmagan. Telefon prosta maxluq, narxiga arziydi, narxi arzon. Prosessor o'ta kuchli, displey kuchli, PUBG'da qanaqa o'zini ko'rsatadi, kameralari qanaqangi darajada tiniq, polniy obzor qilamiz. Chunki buni narxida Samsungdan va Xiaomidan bunaqangi kuchli telefon yo'q. Endi iPhone'ni gapirmay qo'ysam ham bo'laveradi. Ham arzon, ham sifatli telefon. Bitta muammo O'zbekistonda yo'qligi. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. IQ kompaniyasi Vivoga tegishli. Bu nima degani ekan deb o'ylanib yurmanglar. Vivoda bir bo'lagi. Bunaqa aytadigan bo'lsak, Xiaomi kompaniyasining Poco degan partiyalari bor, telefonlari Xiaomiga tegishli. Menyulari hamma joyi shu Poco bilan bir xil bo'ladi. IQ telefoni ham xuddi shunaqa desa bo'laveradi. Vivoga tegishli. Vivoda bir bo'lagi. Bu telefonda Bismillahirrohmanirrohim deb ochib, chiroyli qilib obzor qilaman. Qo'limdan kelgancha jinni ketdi gaplar gapirmaslikka harakat qilaman. Bismillah. Akalar, obzorni boshladik. Aytmoqchi, men bu telefonda 12 ga 256 taligini olib keltirganman. Kimga shu telefonlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mix Mobile Telegram kanaliga yozinglar akalar. 15 kun, 16 kun vaqt ichida sizlarga Xitoydan olib kelib beramiz. Ishonchli hammasi. Bismillah. Opale. Bu brachkani bir chekkaga olib qo'ygan holatda telefonni komplekti bilan sizlarni tanishtiraman. Telefonimizni komplektidan qora bo'lgan, bir uzog'i bir 2-3 oy ishlatib maza qiladigan chexol chiqar ekan. Chexol rezinoviy, yumshoq. Lekin bu chexolda bitta minus joyi, agar telefonga stiklo qo'yadigan bo'lsangiz, stiklolarni ko'tarib qo'yadi. Chunki bu zavodskoy chexollar boshqa telefonlar chexoliga o'xshab, stikloda o'rnini olmaydi. Stiklo qo'ysanglar, stiklolar ko'tarilib qolishi mumkin. Bitta komplektidan va yana akalar komplektidan o'zini 1 metrlik bo'lgan kabel tomosha qilamiz. Oq, qalin, original. Va yana asal 100 wattli, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Vivoga tegishli 100 wattli super bыстрый zaryadka chiqar ekan akalar. Super bыстрый zaryadka, Type-C port. Type-C USB emas, Type-C port. Zo'r ekan. Uchidagi vilkasiga alohida manaqangi nabor olmasanglar, telefon bizning zaryadchi, bizni rozetkalarga tushmaydi. Buni olib bunaqa qo'yib chiqarib ko'rish kerak. Agar bu bo'lmasa, ishinglar bitmaydi. Komplektatsiyasini tugatdik degan umidda bir chekkaga shunday olib qo'yib turib, telefonda o'zini obzor qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Hop. Monshor voy. Menga dizayni yoqmadi bu telefonni, to'g'risini aytaman akalar. Chunki dizayni yoqmadi, lekin telefonda xarakteristikasi kuchli bo'lganligi uchun zakaz qilganman. Lekin dizayni ham jam mont emas ekan akalar. Bu asal. Rangi o'zgaradigan, dahshat. Atroflari metallический bo'lgan. Вообще zo'r. Cho'tki stereodinamik. Metallический korpus. Razmeri ham o'zim hozirgi momentda Oppo Find X8 telefonni ishlatyapman. Ixcham bo'lganligi uchun, ham kameralari mo'shni bo'lganligi uchun. Bu ham rosa qo'lga ixcham, yaxshi ekan, unaqangi darajada qo'pol emas u. Ozgina kattaroq ekan mening telefonimdan. Wow. Telefonda dizayni bir ajoyib, bir boshqacha, dahshat. Ramkalari ham vaqti zo'r. Cho'tki. Akalar, telefonda yoqib obzorimizni davom ettiramiz. Akalar, aytib o'tib ketganimdek, IQ modellari Vivoga tegishli. Va imенно hozir bu telefonda global versiyasi mavjud emas. Bu telefon chiqqaniga bilaman, uzoq vaqt bo'ldi. Oktyabr oyida sotuvga chiqqan. Lekin men ozgina kech qolib bu telefonni obzor qilyapman. Inshaalloh hamma testlardan bitta o'tkazib, ozgina vaqt ketsa ham sizlar uchun cho'tki qilib obzor qilib beraman. Telefonni yoqdik. Bizni juda yorqin displey kutib oldi. Tomosha qilinglar. Va yana bir narsa,
Bu telefonda o'zbek tili mavjud emas. IQ hamda Vivo telefonlarini China versiya, ya'ni China versiyasida rus tili bo'ladi. Misol uchun Xiaomi kompaniyasini va yana shunga o'xshagan boshqa kompaniya Huawei'da ham уже China versiya telefonlarida rus tili mavjud emas bo'lib qoldi. 6 xil til bilan chiqyapti xolos. Lekin IQ, Vivo, Honor'larda va OnePlus telefonlarida rus tili bemalol mavjud. Maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Rus tili bilan aktivatsiyani boshlaymiz. Boshladik. Akalar, bu telefonda xarakteristikasi bilan sizlarni tanishtirib o'tishdan oldin telefonga Aida, Antutu hamda PUBG Mobile o'yinlarini yuklab qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Hozirgi paytda tomosha qilinglar. Telefonda gradusi 32 gradusni tashkil etyapti. Hozir PUBG Mobile o'yinini o'ynab sizlarga ko'rsatib beraman. Telefon necha gradusgacha qiziydi. Agar juda yo'la qizib ketadigan bo'lsa, men bu telefonni sizlarga umuman tavsiya qilmayman. Biz bo'lsa boshladik, sizlar bo'lsa tomosha qilinglar. Qani ketdi. Akalar, PUBG ga kiramiz. Tayyor akkauntlarimni ochib qo'yganman. Hozir sizlar bilan buni birinchi o'rinda necha FPS ochishini ko'rsatamiz va bu telefon yangilanishdan keyin FPS o'zgarishi ham mumkin. Chunki protsessor kuchli. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, Plavniyda ekstremalniy plus turibdi, bu 90 FPS degani. IQ Neo 11 Plavniyda ekstremal plus turibdi. Men shu Plavniy o'ynaganligim uchun shunday holatda keltiraman. Telefonda gradus 32 va Livik o'yinini boshlaymiz. PUBG ni bosdik. Go. Akalar, men ancha bo'lgan PUBG o'ynamay qo'yganimga, lekin telefonda chувствительности, grafikasi zo'r, ayniqsa giroskop boshqa cho'tka ishlayapti. Hozir otilib, shunday o'lib qoladigan bo'lsam, men bu bazada birinchi marta o'ynashim to'g'risi. Oldin o'ynamaganman. Bot o'lib qolsam so'kib yurmanglar. Men просто PUBG test qilgani keldim, xolos bu yoqqa. Qancha basharalar. Yasayman ham. Bu xonamdan bo'lganlar. Hamma yo'qda biznikilar egallab tashlabdi. Bu yoqqa mont qo'ramiz, akalar bo'ladimiz. Mont qo'ramiz. Nima? Bu yo'q, mana qiladi. Yo'q, meni kapalak qilib qo'ydi bu xoram. Yo'q. Ikki bashara uchib keldi meni oldimga xoram. Qani sherigi? Akalar, mana birinchi o'rinimda uy qani. Qani? Bu asa akalar, telefon zo'r ekan. To'shini. Agar to'g'ri mo'ljallasanglar bitada beryapti o'zi ham. Telefon hali ham qizib ketmadi. Qani endi bitta bu kim bilandir o'tishayotdi mana. Вообще. Qoch. Qanoti kirsa. Bu mashtaratdan o'tadi qodirani. Hozir o'ldirgan ham chiqdimi? Uni. Ikki bashara to'g'ri kelmay qoldi, akalar, somsasiz qilib ketadi hozir buni. Somsa. Ey! Prisiyalni ko'rdinglarmi? Ikki bashara nima bo'lyapti senga? Somsa qilib men. Urrami? Mendakansa. Zo'ri bormi, akalar? Sheriklarim tiraymi? Tiray ekan sheriklarim. Qani? Mana. Tamam. Qani? Voy, itbet meni otib qo'ydi kirisa. O'zim botligimda deb otdi. 2 kishi edikanda bular meni lutib tashlashdi. Voy, harom sherik. Xullas kalom, akalar, menga hor. Akalar, o'yindan chiqamiz va buni gradusini tekshirib ko'ramiz. Bir 20 minutcha PUBG o'ynadim. Hozir telefonda gradusini tekshiramiz. Ol. Telefonda gradus 39. Zo'r akalar, 39 gradus, 39-38 gradus. PUBG o'yinida bu telefon 39-38 gradus. Akalar, PUBG o'yinida zo'r degani. 32 gradusdan prosta 7 gradus ko'tarilgan xolos. Boshqa telefonlar 60-70 gradus bo'lib ketadi. PUBG o'ynasanglar umuman qotmaydi ekan. Chot kushyapti. Ayniqsa giroskoplariga gap bo'lishi mumkin emas. Men bot bo'lganligim uchun otib qo'yishdi. Lekin shunda ham 3 tasini bemalol otdim. Agar to'chni otadigan bo'lsalar bittada tak otar ekan. Xullas kalom, akalar, PUBG ga zo'r. Bu telefon testdan o'tdi. Maslahat bera olaman PUBG ga. Endi bo'lsa boshqa tomonlarini bu telefonda sinab ko'ramiz. Akalar, bu telefondagi PUBG testni ko'rdinglar. PUBG da 90 FPS ochyapti, lekin bitta-ikkita yangilanishdan keyin bu telefonda protsessor hamda displeyi 120 ga tortadi. Lekin o'yinlarda o'zini qanaqa ko'rsatishini ko'rdinglar. Umuman qotmayapti, giroskop voобще gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun akalar, o'yin uchun bu telefonni maslahat bera olaman.
Hamda bu telefon eng qiziq joyi unchalik darajada qizib ketmadi PUBG o'yinida. Snapdragon 8 Elite bo'lishiga qaramasdan. Bu telefonda hozirgi kundagi raqobatchisi OnePlus S6 bo'ladi. Ikkosi shunday ketadi. IQ 15 bilan OnePlus 15 shunday rosa raqobat qilishadi bir-biriga. Bu model bilan bo'lsa OnePlus S6 bir-biriga rosa raqobatdosh. Prosessorlari, batareykalari juda bir-biriga kirishib, kim o'zlariga rosa payga o'ynashadi kelas. Xullas kelam akalar, telefonda displeyiga yetib keldik. Telefonimizning displeyi LTPO AMOLED. LTPO AMOLED super. 144 Hz yangilanish tezligi. Bu degani akalar, LTPO AMOLED oddiy AMOLEDdan ko'ra kuchliroq yuradi. Shuning uchun akalar displey super. Bunaqangi o'rta segmentdagi telefon uchun bunaqangi displey zo'r hisoblanadi. Chunki narxlari arzon telefonda va bu sifatga nisbatan ancha arzon. Maksimal darajada kuchli telefonda arzonroq narxga bozorga chiqarishgan. Va bu telefonga yangilanish 6 yil kelar ekan. Android 16 da sotuvga chiqdi bu telefon. Primerni 5 yil yoki 6 yil yangilanish keladi deb kutilyapti. Ba'zi ma'lumotlarda 4 yil ham deyilyapti, lekin aniq ma'lumot yo'q. Eng kamida 4 yil yangilanish kelganda bu telefon sizga zo'r xizmat qiladi. Akalar, telefondagi bitta ikkita noqulayliklar bor. Ulardan bittasi telefonda zavodskoy Google, YouTube va shunga o'xshagan programmalarning yo'qligi. Zavodskoy o'rnatilmagan va bu narsa boshqa China versiyadagi telefonlarda ham kuzatiladi. OnePlusda va Vivoda, Honor modellarida ham xuddi shu ahvol. Shuning uchun o'zini brauzerga kirasizlar va u yerdan Play Marketda Trashbox yoki boshqa sayt orqali ko'chirib olsanglar, o'zingizlarning akkauntingizga kirgizasizlar va o'sha joydan o'zingizlarga kerakli bo'lgan ilovalarni ko'chirib olsanglar bo'ladi. Bitta minus joyi shu. Va hamda u yerdan Google klaviaturani o'rnatib olish ham esdan chiqmasin. Chunki o'zining klaviaturasi juda neudobniy, xitoycha jinnik ketdi narsalar aralashib ketgan. Bizda IQ Neo 11 telefonini testlari davom etyapti. Bugun 3-kun Antutu test qilyapmiz telefon. Tomosha qilinglar. Hozir bilamiz telefon necha ball yig'ishini, konkretni. Chunki men bu telefonda xalq uchun maslahat beraman yoki yomon bo'lsa umuman maslahat bermayman. Sizlar uchun obzor ketyapti. Akalar, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xalq uchun narxiga arziydigan telefonlarni tavsiya qilishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar, biz bu telefonni Antutu testlarida ham sinab ko'rdik va natijasi salkam 3.200.000 ni tashkil etdi. Bu zo'r natija bunaqangi narxdagi telefonga. Va telefonning gradusi atiga 48-49 gradusni tashkil etdi Antutu testlaridan keyin. Va men shu narsaga iqror bo'ldimki, bu telefonda sovutish tizimi haqiqatan ham zo'r ekan. Nima sababdan bu telefonni sovutish tizimi yaxshi ishlayapti deb istab ko'rsam, bu telefonni sovutish tizimi 8000 kvadrat millimetr ekan. Solishtirish uchun aytaman, Poco F7 Pro'larda bo'lsa, bu natija 7000 kvadrat millimetrga to'g'ri kelyapti. Bu sovutgich bu telefondagi narxga anchagina zo'r deyiladi. Sababi hozirgi kunda bunday telefonlarni qizib ketishi oddiy hol bo'lib qolgan akalar. Lekin bunda bo'lsa qizishlik deyarli yo'q. Chunki buni sovutish tizimi aytib o'tib ketganimda 8000 kvadrat millimetr ekan. Bu zo'r ko'rsatkich. Akalar, Antutu testlaridan ham o'tib oldik. Endi bo'lsa bu telefonda boshqa parametrlariga o'tamiz. Akalar, qorong'i bo'lishiga qaramasdan bu telefonda kamera testlarini sinashga keldik. Kamera testlarini bu telefonda olingan rasm va videolar sizlarga ko'rsatishdan oldin bu telefonda kamerasi haqida ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu telefonimizning kameralari 50 megapiksel, основной kamera 50 megapiksel hamda 16 megapiksel yordamchi kamera. Va bu kamera bilan sizlar 8K 30 fps video formatda va 4K 60 fps li videolar cho'tka qilib olishingiz mumkin. Va rasmda bu telefon 1x hamda 2x larda optik zoomlari bor. Chiroyli qilib, tiniq qilib olib beradi rasmlarda. Lekin optik zoomlari 3x, 6x lar bunda mavjud emas. Va bu telefonimiz sun'iy intellektda rasmlarni juda chiroyli qilib olib beradi. Oldi kamerasiga, frontal kamerasiga keladigan bo'lsak, 16 megapikselni tashkil etadi oldi kamerasi va 16 megapikselli kamera bilan sizlar video formatda HD 60 fps li videolarni olishingiz mumkin. Men sizlarga endi bu telefonda olingan rasm va videolarni iPhone 15 Pro Max bilan taqqoslab ko'rsatib beraman. Bilaman, iPhone 15 Pro Max bundan ancha tiniq oladi. Lekin solishtirgani boshqa telefonim oldimda yo'q edi. Shuning uchun 15 Pro Max bilan video va rasmlarini solishtirib o'tib ketamiz. O'zingizlar bo'lsa baho berasizlar.
Akalar, qorong'ida IQ Neo 11 telefonini kamera test qilib tekshiryapmiz. Bu video rejim 4K 60 FPS ga olinyapti. Bu tomondagi kamera iPhone 15 Pro Max, bu tomondagi bo'lsa IQ Neo 11 telefonining kamerasi. Endi shu yerda bitta narsaga to'xtalamiz. Akalar, bu telefon kamerafon emas, ko'proq o'yin uchun mo'ljallangan. Lekin 4K 60 FPS da qanaqangi darajada olib berayotganiga o'zingizlar bir baho beringlar. Men turibman mana. Ovozlarim qanaqa chiqyapti, division. Hozir bu rejim 1x da turibdi. Endi 2x ga yaqinlashtiramiz, chunki optik zoom 2x bor ekan. 2x da qanaqangi tiniq olib beradi. Yuzim qanaqa ko'rinyapti. iPhone'da bilaman, iPhone ancha tiniqroq ko'rsatadi. Sababi bu iPhone kamerafon. Bu kamerafon emas. Lekin o'zini darajasidagi boshqa telefonlardan ko'ra yaxshi. Misol uchun Honor 400 Pro yoki Redmi Note 15 Pro Plus va shunga o'xshagan Samsung A56 ulardan bu telefonda o'lsa-o'ligi ortiq. Men bu yerda iPhone bilan solishtirmoqchi emasman. Lekin iPhone bilan Neo 11 da kameralarda qanaqangi farq bor? O'zingizlar bir aniqlab ko'ringlar. Bu orqa kamerasi edi. Bu video bo'lsa frontalli kameraga IQ Neo 11 hamda iPhone 15 Pro Max selfie kamerasi. Baho beramiz. Qorong'ida qanaqangi darajada tiniq chiqaryapti. Ozgina yog'liroq olar ekan IQ Neo. iPhone bo'lsa естественно oladi. Unisini ham ko'ringlar sifatini. Endi bu yerda iPhone bilan solishtirishlik o'zi ahmoqlik, lekin qo'limda faqat iPhone bor edi. Shuning uchun solishtiryapmiz. Keyin rasmlarni ham ko'rsataman. Короче, akalar, bu video selfie kameraga olinyapti va shuni aytib o'tib ketaman. Rasmlarni ko'rdinglar deb o'ylayman. Bu telefon rasmga haqiqatan zo'r olar ekan, tan berish kerak. Faqat 06x qilib qo'yar ekan. O'talar shu olib tashlayapti. Mana shunaqasiga shu o'yapti. Lekin orqa kamerani 1x hamda 2x optik zoomlari vasha cho'tki ishlaydi ekan. Rasmga tushmoqchi bo'lsalar, bu telefonning kamerasini tavsiya qila olaman. Lekin video formatda ham zo'r olar ekan. Faqat tungi rejimda ancha bildirib qo'yar ekan. Kechki rejimda zo'r ola olmaydi ekan. Hozir olinayotgan video bo'lsa, selfie kameraga olinyapti. O'zingizlar baho berasizlar. Sovuq bo'lishiga qaramasdan sizlarga men obzor qilyapman. Qorong'i rejimda zo'r ola olmaydi ekan video formatda. Lekin yorug'ida bo'lsa zo'r olar ekan videosi ham va rasmlari ham 1-2x lari haqiqatan tiniq olar ekan. Qaranglar, shu bo'lyapti. O'sha qorong'iga kiryapmiz, qorong'i joyga va videosi anchaylar shu bo'lyapti. Yorug' joyda zo'r olib berar ekan. Shuning uchun video olmoqchi bo'lsangiz, bu telefonni tavsiya qilmayman. Rasmga tushish kerak bo'lsa, normal darajada zo'r olar ekan. O'zini narxiga nisbatan zo'r olar ekan. Akalar, mana video 4K 60 FPS olinyapti, zo'r olinyapti. Chunki atmosfera ancha yorug'da, освещение zo'r. Lekin qorong'iga kirsanglar, vasha shu olib qo'yapti. Video formatda yorug' joyda olsanglar zo'r. Telefonda multitouchni ham sinab ko'rdik. Agarda telefonga bir vaqtning o'zida 10 ta barmog'inglarni qo'yib ishlatadigan bo'lsanglar ham telefon qiylanmayapti, o'zini zo'r ko'rsatyapti. Buni testlarimizda ko'rishingiz mumkin. Agarda sizlar o'yinlarda 10 ta barmoqda o'ynaydigan bo'lsanglar, misol uchun PUBG da telefon qiylanmaydi hamda чувствительностini umuman yo'qotmaydi ekan. Akalar, bu telefonimizning batareykasiga keladigan bo'lsa, prosta mahluq 7,5 mAh. Bu telefonni shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim. Bu telefonimizning batareykasi akalar 0 dan 100% gacha 100 wattli zaryadka orqali o'zini komplektdan 100 wattli zaryadkasi chiqadi. 35 minutda bemalol to'layapti. Va zaryad yetish vaqtiga keladigan bo'lsak, akalar, men uchun va menga o'xshagan odamlar uchun tinmay telefonni ishlatsa, bir kunga ertalabdan kechgacha mashinaga yetyapti. Agar telefondan kamroq foydalanadigan odamlar bo'lsa, 2 kun, 3 kundan bemalol telefonni ishlatish mumkin. Telefonda batareykasidagi kamchiliklarga keladigan bo'lsa, telefon besprovодной, ya'ni simsiz zaryad qabul qila olmaydi. Faqatgina sim bilan zaryadga qilasizlar. Akalar, bu telefonimizning batareykasini 3 xil rejimi bor. Agar telefonni batareykasini tejash rejimiga o'tadigan bo'lsalar, telefonning batareykasi zo'r yetib beradi, lekin ilovalarda va boshqa funksiyalarda telefon ozgina sekinroq ishlaydi. Va o'rtacha rejimda ishlatadigan bo'lsalar, hamma joyi zo'r ishlab beradi. Lekin
maxluq rejimiga o'tadigan bo'lsanglar, monster rejimga. Agar buni yoqadigan bo'lsanglar, telefon prosta uchadi va umuman qotmaydi. Lekin batareykalarni somsa qilib qo'yadi. Va natijada batareykalar tez ketadi. Agarda sizlarga maxluq rejimi kerak bo'lsa, telefoninglar ertalabdan kechgacha batareykasi yetmay qolishligi mumkin. Lekin telefon prosta uchadi. Telefonimizda protsessori, ya'ni yuragiga keladigan bo'lsak, dunyodagi eng kuchli protsessorlardan biri Snapdragon 8 Elite qo'yilgan. Bu telefonni protsessori bilan hazillashib yurmanglar. To'g'ri, o'tgan yilgi eng kuchli protsessor qo'yilgan bo'lsa ham, bu yilgi o'rta segmentdagi protsessorlardan ko'ra ancha yaxshi. Bu protsessor bilan qaysi telefonlar o'tganli jihozlangan deb mendan so'raydigan bo'lsalar, Samsung S25 Ultra va hamda Vivo X200 Ultra va shunga o'xshagan Poco F7 Ultralar xuddi shu protsessordan foydalanishgan. 3 nanometr Adreno 830 telefon haqiqatan maxluq. Protsessoriga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, telefonimizdagi oxirgi testimiz qoldi. Va bu testdan keyin men bu telefonning narxlarini gapirib, xalq uchun tavsiya qilamanmi yoki yo'qmi, shuni ham gapirib o'tib ketaman. Va bu telefonimizning oxirgi testi IP68, IP69 yozilgan, suvdan maksimal darajada kuchli himoyasi bor deb yozilgan. Hozir bu telefonimizni suvga tiqib tekshirib ko'ramiz. Agar telefon ishlaydigan bo'lsa, men bu telefonni xalq uchun maslahat beraman. Telefonni tomosha qilinglar, yonib ishlab turibdi. Suvga solamiz, 3-4 daqiqa turadi. Agar ishlab beradigan bo'lsa, haqiqatan ham IP68, IP69 testidan o'tgan bo'ladi. Sizlar uchun risk qilib, tavakkal qilib, qo'limdagi bu telefonni suvga tiqaman. Sizlar bo'lsa, bitta like ham bosmasdan ko'rib o'tiribsizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin degan. Biz bo'lsa boshladik. Bismillah, hop. Vaqt qarab qo'yamiz. 4 minutdan keyin telefonni suvdan chiqaraman. Tagida telefon qanaqangi video olyapti kena? Peshanami katta qilib yubormayapti. Akalar, telefon ichida turibdi, qanaqangi o'zini ko'rsatishini tomosha qilamiz. Qani? Telefonni suvni tagidagi test jarayoni tugaguncha sushixondan akalar pida yeb turamiz. Bismillah. Sushixon yorib qo'yapti o'zicha ovqat qilishdan. Akalar, oradan 3-4 minut emas, 7-8 minut vaqt o'tib ketdi. Qani, telefon suvda tagida turganda video rejimini ham yoqib ko'rdim. Ko'rdinglarmi qanaqa olinganini? Suvdan chiqaramiz. Bismillah. Yonamikan chiqilib. Opa. Opa. Zo'r. Endi bu telefonning kolonkalarini tozalab yuboramizda, oxirgi ma'lumotlarni sizlarga berib o'tib ketaman. Akalar, telefonda hamma testini tugatib bo'ldi. Bu telefonimizning narxlariga keladigan bo'lsa, O'zbekistonda bu telefon mavjud emas, faqatgina Xitoydan zakaz qilib olib kelishingiz mumkin. 12 ga 256 taligi $480 dan boshlanyapti. Kimga kerak bo'lsa, Mix Mobile Telegram kanaliga yozinglar. Agarda sizlar bu videoni 10-fevraldan oldin ko'rayotgan bo'lsanglar, zakaz asnosida olib kelib bera olamiz. 10-fevraldan 1-martgacha Xitoyda yangi yil bo'ladi va Xitoy umuman ishlamaydi. Agar bu videoda siz 15-20 fevral oralig'ida ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir zakazga olib kelib bera olmaymiz. Faqatgina martdan keyin zakazingizni olib kelib berishimiz mumkin. Narxlari $480 dan 12-256 taliga boshlanadi va bu telefonimizning eng katta xotirasi 16 ga 1 terabayt bo'ladi. Men bu telefonning kamchiliklarini yana bir qator aytib o'tib ketaman sizlarga. 0.5 kamerasi, 0.6 kamerasi unaqangi darajada tiniq emas ekan va video formatda kechqurun qorong'ida unaqangi tiniq olib bera olmaydigan, lekin rasmlari zo'r olar ekan. Va telefonimizda Play Market, shunga o'xshagan Google programmalari заводской o'rnatilmagan, alohida o'rnatasizlar bu telefonga va bu telefon batareykasi katta bo'lganligi uchun ozgina qo'polroq bo'ladi. Va bu telefonimiz besparabadni zaryadga qabul qilmaydi akalar. Lekin telefonni sotib olishga 100% maslahat beraman va shu kamchiliklariga ko'z yumsanglar bo'ldi. Chunki telefon narxiga anchagina arziydi. IQ Neo 11 telefoni Mix Mobile YouTube kanalida obzor qildik. Like bosib, podpisatsiya bosib qo'yishni esdan chiqarmang jigar.